Demak, keyingi holat davom etamiz. Bu bizda чередование. Чередование deb diqqat eshitasiz. Bu tovush almashinishi. Demak, diqqat eshitasiz. Juda ham noodatiy holat. Tovush almashinishida juda ham noodatiy holat bo'ladi. Demak, diqqat eshitasiz. Bu qanday? Diqqat eshitasiz. Keling, misollarda ko'rib beramiz. Misollarda. Demak, qarang. Занять. Masalan, va jufti занимать. Demak, mana sizda juftlik занять bor, занимать bor. Снять bor. Снимать bor. Yoki misolga aytadigan bo'lsak, начать bor. Начинать bor. Стирать bor. Стереть bor. Demak, diqqat eshitasiz. Mana sizda 4 ta misol. Mana shu 4 ta misolda sizni hozir qoida yasaymiz. Demak, занять, занимать. Demak, qoidaga qo'shadigan bo'lsak, oxirach ikkala holatda ham не совершенно deb o'rganganmiz. Masalan, снять, снимать, oxirgach, oxirach. Не совершенно ishlaganmiz. Начать, начинать. Не совершенно ishlaganmiz. Стирать, стереть. To'g'ri, bittasida ать, bittasi lekin yech. Bizda yechdagi qoida mavjud emas. Bo'yagini ko'rib chiqdik. Demak, mana shu holatda bu yerda hozir приставка bilan suffix to'g'ri kelmaydi. Demak, biz buni чередованиеda ishlashimiz kerak ekan. Чередованиеda nimaga e'tibor berishimiz kerak? Albatta, o'z nomi bilan чередованиесiga, ya'ni tovush almashinishiga diqqat etasiz. Занять, занимать deganda bu yerda qanaqa чередование bo'lyapti? Ya bilan im чередованиеsi. Demak, yozaman. Im va ya чередованиеsi. Снять, снимать deganda bu yerda ham im va ya чередованиеsi. Начать, начинать e'tibor berasiz. Начать, начинать. In e'tibor berasiz. In va a чередованиеsi. Va e'tibor berasiz. Стирать, стеретьda qanaqa чередование bor deydigan bo'lsak, qarang, yana bitta misol yozib beraman. Собирать, собрать. Обязательно to'g'ri ketadi. Xo'p, demak, qarang, собирать, собрать. Hozir mana ikkalasini birga solishtirib olamiz. Собирать va собрать. Qarang, buni ham oxiri ать, buni ham oxiri ать. Oxiri ать. Siz juda yaxshi bilasiz. Bu ikkalasi несовершенный, bu ikkalasi ham несовершенный bo'lishi mumkin emas. Shay shubhasiz, bittasi совершенный, bittasi esa несовершенный. Endi nima qilgan ishimiz? Oxiri ать, oxiri yech deganda qoida aytilmagan bizda. Oxiri ать. Demak, qanday qilar ekanmiz? Mana bizda kalitimiz. Mana kalitimiz. I qatnashgan qismni olamiz. Demak, tarkibida i qatnashgan qism va e'tibor bering, i ikkita согласие o'rtasida turishi kerak. Стирать, собирать. Tushundingizmi? Demak, diqqat eshitasiz, bizda nima deyilyapti? Im, in, i, ya'ni mana i o'rtada qatnashgan qismlar, bular несовершенный hisoblanadi. Mana bu qatnashgan qism esa совершенный hisoblanar ekan. Shuni e'tibor berasiz. Собирать, собрать. Aytasiz, mana shu i'ni ko'rsating. I qatnashganligi uchun несовершенный, i qatnashmaganligi uchun shunda bu avtomatik совершенный. Стирать, стереть, mana i qatnashganligi uchun несовершенный, shunda bunisi совершенный. Начать, начинать. Oxiri a va in чередованиеsi. In qatnashgan qism, mana marhamat, in qatnashgan qism, demak bu sizda несовершенный, shunda mana bu qism esa совершенный. Снять, снимать, mana ko'rasiz, im qatnashgan qism несовершенный, shunda mana bu qism bizda bo'ladi совершенный. Занимать, im qatnashganligi uchun albatta несовершенный, mana im qatnashgan qism несовершенный. Ya чередованиеsi qatnashgan qism esa
Совершенный. Tushundingizmi? Demak, diqqat etasiz. Mana shu qoidani eslab qoling. Mana shu qoidani eslab qoling. Demak, in, i qatnashgan qismlar не совершенный bo'ladi. Ya, a va i qatnashmagan qismlar совершенный bo'ladi. Shunga e'tibor berasiz. Yana savol ketadi. Собирать haqida ma'lumot ayting desa, siz aytasiz собирать bu не совершенный. Не совершенный bo'lgandan keyin savol beraman, что делать? Zamoni bor прошедший, настоящий va будущийsi сложный. Unda собрать haqida ma'lumot ayting desa, aytasiz собрать zamoni что сделать, savoli что сделать, zamoni bor прошедший, настоящий yo'q va будущийsi простой bo'ladi. Tushundingiz? Demak, endi siz bilan чередование mana shunday yakunlanadi. Keyingisiga o'tamiz. Bu udarение, uchinchisi. Demak, uchinchi holat bu udarение. Urg'u bo'yicha ishlaymiz. Demak, urg'usiga ko'ra ajralib turadi. Demak, yaxshilab tushunib oling, nomiga e'tibor bering. Tovushda farqi bor, ya'ni чередованиеda farqi bor. Mana bu yerda udarение desa, demak, o'z nomi bilan udarениеda farqi bo'lishi kerak ekan. Urg'uda. Demak, urg'uda farqlanadiganlar. Diqqat eshitamiz. Urg'uda farqlanadiganlar bular bor-yo'g'i ikkita glagolga tegishli. Diqqat eshitasiz. Только для два. Ya'ni только для двух глаголов. Faqatgina ikkita fe'lga tegishli ekan. Endi aytaman, только для двух глаголов. Faqatgina ikkitagina fe'lga tegishli ekan. Demak, diqqat qilasiz. Faqat ikkitagina fe'lga tegishli bo'lganlar urg'usi bo'yicha. Bular qaysi? Ikkitagina fe'l uchun bular qaysi? Demak, diqqat qilasiz. Bu сыпать va резать gлаголлari. Сыпать va резать. Demak, diqqat qilasiz. Mana shu ikkitagina fe'lga tegishli. Bularning o'zakdoshlari, ya'ni pristavka qo'shib yasab ketaveramiz. Va e'tibor berasiz, shakllar bir xil ketadi. Ya'ni qanday? Сыпать. Demak, qarang. Засыпать. Jufti засыпать. Нарезать. Jufti нарезать. Birinchi o'rinda juftlarga e'tibor beramiz. Qarang, juftlarga e'tibor beradigan bo'lsak, hozir juftlarda yozuvda farqi bormi? Yo'q. Yoki e'tibor berasiz, shaklda, qo'shimcha yoki pristavka suffixlarda yo'q. Lekin farqi nimada deganda aytishga farqi udareniyada. Засыпать, засыпать, нарезать, нарезать. Va bitta yaxshi tomoni, siz mana bu yerda xohlagan pristavkangizni qo'yib o'tirsangiz bo'ladi. Tushunasiz? Va jufti ham o'sha pristavkani olib ketaveradi. Juda yaxshi. Masalan, mana bu yerda нарезать, mana bu qo'ysa bo'ladi. Насыпать, насыпать. Отсыпать, отсыпать. Отрезать, отрезать. Tushundingizmi? Juftliklar bir xil yasalib ketaveradi. Bir xil suffikslarga ishlab ketaveramiz. Bir xil suffikslarga. Aniqroq bir xil pristavkalar demoqchi edim. Uzr. Отсыпать, отсыпать. Отрезать, отрезать. Yasab ketavering. Endi sinov qiladigan ishimiz, demak, bunda farqini qanday ajratar ekanmiz? Farqi qanday? E'tibor berasiz. Albatta, bu yerda formulamiz bor. Diqqat qilasiz. Shaklimizga ko'ra, demak, unda qilamiz. Urg'uning slog'iga qaraymiz, ya'ni urg'u nechinchi bo'g'inda. Birinchi albatta bo'g'inlar sanab olamiz. Va sanayotgan paytingizda orqadan sanang. Tushundingizmi? Ya'ni mana bu 1 2 deb emas. 1 2 3. 1 2 3 deb. Tushundingizmi? Sanaganimizda ham so'zlaman, sanaganimizda orqadan sanashimiz kerak ekan. Orqadan. Ya'ni mana 1 2 3 1 2 3. Endi qoida. Agar orqadan sanaganimizda 1 2 3 udarение birinchisiga tushsa, agar orqadan sanaganda udarение 2 ga tushsa. Demak, diqqat qilasiz. Agar orqadan sanaganda udarение 2 ga tushsa, bu совершенный gлагол bo'ladi. Orqadan sanaganda udarение 1 ga tushsa,
Bu nesовершенный bo'ladi. Tushundingiz, a? Demak, diqqat etasiz. Orqadan sanaganda 1 nesовершенный, orqadan sanaganda 2 bu совершенный. Mana e'tibor berasiz. 1, 2. Demak, bu совершенный. 1, demak bu nesовершенный. Tushundingiz, a? Молодцы. Keyingisiga o'tamiz. Demak, to'rtinchisi bu изменением основ. Demak, yozamiz. To'rtinchisini изменением основ, ya'ni boshqa asosdan bo'ladi. Tarjima qilganimiz, ya'ni asos o'zgarishi yoki yozib qo'yaman. Boshqa asosdan. Demak, diqqat etasiz. Boshqa asosdan degan payt, demak biz albatta shashqos nomiga e'tibor berasiz. Boshqa fe'ldan yasaymiz. Tushundingizmi? Boshqa fe'ldan. Misol uchun men qarang, bu yerda o'zi bor yo'q 5 tagina juftlik bor. 5 tagina juftlik. Bular qaysi? Birinchisidan boshlaymiz. Bu искать. Искать. Buning jufti найти. Говорить. Buning jufti сказать. E'tibor berasiz. Jufti yasalganda boshqa so'zdan yasalyapti. Tushundingizmi? Va eslatib o'taman. Birinchi turdagisi, birinchi turgani har doim nesовершенный. Va yodlatgansiz o'sha shtab deb yodlang. Искать, найти, говорить, сказать deb yodlang. Tushundingizmi? Joyini chakishtirib qo'ymang, chunki bu o'zingizga plyus ketadi. Demak, birinchi turgani nesовершенный, ikkinchi turgani esa совершенный. Keyingisi. Брать, взять. Birinchi turgani esa nesовершенный, ikkinchisi совершенный. Tushundingizmi? Молодцы. Keyingisi. Ловить, поймать va класть, положить. Demak, diqqat etasiz. Брать, взять ham deb o'taman. Birinchidagisi nesовершенный, shunda ikkinchisi совершенный. Birinchisi nesовершенный, ikkinchisi совершенный. O'z nomi bilan изменением основ, ya'ni boshqa asosdan yasalar ekan. Tushundingizmi? Demak, искать, найти, брать, взять, говорить, сказать, ловить, поймать, класть, положить. Mana shu 5tasi boshqa asosdan, ya'ni boshqa glagoldan yasalar ekan. Tushundingiz? Shunga e'tibor bering. Turga bo'lganimiz, mana turga bo'lganimiz nomi bilan ajralib turibdi. Demak, приставка suffiks. Demak, juftlik приставкasi suffiks bilan ajralishi kerak. Juftlik ударениесі bilan ajralishi kerak. Juftlik чередование bilan ajralib turishi kerak va juftlik boshqa asosdan yasalishi kerak. Tushundingizmi? Молодцы. Demak, hurmatli kuzatuvchi, bu bo'yicha alohida mashqimiz bor. Sizda vazifangiz deb aytaman. Mashqni bajaring. Chunki mana shu mavzuni tushunib olishimiz, ya'ni qaysi biri nesовершенный, qaysi biri совершенный tushunishimiz uchun bizga albatta mashq zarur. Sizda vazifangizga diqqat etasiz. Mashqni bajarib bizga javoblarni yo'llasangiz, biz o'z to'g'ri javoblarimizni sizga taqdim etamiz. E'tibor uchun rahmat.